Akalar mana boshida ko'rgan qo'ylaringiz. Bu ikki oq ham shuni bolasi, ikkita mana uni bolasi, mana bu ham uchtaliklardan. Hozir to'liqroq videolarni sizlarga ko'rsatib boramiz. Like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Zo'rlari faqat bizning kanalda bo'ladi. Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan ko'rayotgan aka-ukalarimiz Buxoro viloyati Rometan tumani Qalaychorbog' qishlog'iga keldik. Yana mana shunday ona bola qo'ylarni zo'rlaridan ko'rsatishga kirib kelgan Ro'za Ramazon oyi 8-mart va yana kirib kelayotgan 21-mart Navro'z bahor bayrami bilan sizlarni chin yurakdan muborakbod etib qolamiz va ajoyib videolarimizni boshladik. Xudo xolasa maksimal darajasida bir dona like tugmasini bosib qo'yinglar. Fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Akalar, bu xudo xohlasa 3 talik. Aka, endi keling. Buna ma'lumotlarni aytib bering bitta. Assalomu alaykum Narimon Latif obunachiları, hammalaringizga ayyomlar muborak bo'lsin. Birinchi ona bola qo'yimiz bilan tanishtiramiz. Ona bola qo'yimiz 3 ta tug'gan, bir bolasi berilgan sutchilarga. Hozirgi bolalari ikkalasi ham urg'ochi. Qo'yimiz 3-tug'ishi. Sog'lom, yeb ichishi, hamma taraflama sog'ligiga, hammasiga garantiya beriladi. Qo'yimizning narxi 5 million so'm kelishtirib beriladi. Xo'p, bolalari aka, buni biri urg'ochi, biri erkakmi? Ikkalasi ham urg'ochi, ko'paysin variantidan. Ha, ko'paysin variantidan. 3 ta tug'gan edi, bittasi berilgan o'zi bu. Xo'p. Bo'ladigan narxi buni 5 million deyamiz, kelishtirib beriladi. Ramazon oylariga skidkalari, Buxoro bo'ylab dastavkalarimiz bor, boshqa viloyatlarga kelishilgan holda. Akalar, maza qilib yelimlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Anchagina sutli qo'yimiz. Endi tug'ilganiga bo'lganmisa bir 10 kunlar bo'lgandimi? Yo'q, 3 kunlik bo'ldi. 3 kunlikmi? Ha, 3 kunlik. 3 kunlik bu. Payshanba kuni tug'ilgan edi. Payshanba kuni tug'ilgan. 4 kunlik bo'ldi. 4 kunlik o'zi. Akalar, video davomida ko'ringlar. Bundan zo'r qo'ylar ham chiqadi. 3 talik. Ezi 3 ta, ichi yana bug'oz. Shunday. Qo'ylardan ham ko'rsatib o'tamiz. Faqatgina mana shunday like bosib turinglar bo'lasizlar. Aka-ukalar, mana xudo xolasa keyingi ona bo'lamiz. Aha. Bolalari biri urg'ochi, biri erkak. Yaltiroq surxon paroda. Qo'yimizni eti badani ham o'zi ham zo'r. Bu qo'yimiz ham ikkinchi tug'ishi. Sog'ligi, yeb ichishiga hamma taraflama garantiya, yelimlari zo'r qo'yimiz. Sog'ligiga hammasiga garantiya beriladi. Narxi 5 million 400 ming so'm. Aytilish narxi. Aytilish narxidan o'tib beriladi avvalo. Ikkinchi qorni. Qo'y ham eti badani anchagina zo'r ham, bolalari ham 4 kunlik, 5 kunlik bo'lgan. Men aylantirib yurtirib ko'rsatyapman sizlarga. Biri urg'ochi, biri qo'chqor. Akalarimizga aloqaga chiqasizlar. Ekran pastda nomerlarini qoldirib o'tib ketyapman. Yana kelishadigan, bir joyga hammasini oladiganlar bo'ladigan bo'lsa, o'tadigan joyimiz bor, ha? Ha, kelishtirib beriladi. Ha, skidka qilib O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ham bor. Bir joyga olaman deganlarga ona bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berasiz. Shunday, bir joyga olganga. Bir joyga olganga O'zbekiston olmachamiz, olmachani chiqaramiz. Narxi 5 million 400 ming so'm kelishtirib beriladi. Bir nar, biri erkak, biri urg'ochi, biri erkak bolalari. Yaltiroq, suti ham, yelimlari ham hammasi ham taraflama qo'yimiz sog'lom. Bo'ldi. Keyingi qo'ylardan ko'ramiz hozir. Bu bittalikmi? Yo'q, ikkitalik bu ham hozir. 3-chi ona bo'lamiz. Xudo xohlasa. Qo'yimiz 3-chi qorni. Qo'yimiz yirik qo'y. 85 plus qo'ylarimizdan 2 bolasi ham erkak. Bolalari ikkalasi ham qo'chqor. Qo'yimiz 85 plus yirik qo'yimiz. Bolalari Qoraquloq ozodlik qo'chqordan qo'chgan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 5 million 800 ming so'm aytilish narxi. Kelishtirib beriladi bu ham. Aytilish narxining ichiga Buxoro bo'ylab dastavkamiz bor.
Mana shu aka. Sog'lom qo'yimiz. 3-qorni bu qo'yimiz. Akalar, hozir bir narsani aytib o'tib ketayman. Mana shu ko'chqorchasining bittasi, mana shunisi bor-ku, вообще zo'r ekanda. Men dumachalik ko'rdinglar-ku. Oyoqlari ham uzun-uzun, bo'ladigan molda, bo'ladigan qo'chqor bor. Chiztiklar ham, ular ham razrezlari ochiq hammasi. Har tomonlama. Qo'yimiz yirik qo'y. 3-qorni. Yana savdosi bor, akalarimiz alohida. Bor, 2 bolasi ham qo'chqor 5.800.000 aytilyapti. Kelishtirib beriladi. Aytgan narxidan o'tib beriladi. Ro'za Ramazon oylariga skidkalarimiz, dastavkalarimiz hammasi mavjud. To'rtinchi ona bola qo'yimiz bolalari yirigidan. Bolalari onasiga teng bo'lib qolgan. Onasi 4 oylik bo'g'iz, ikkinchi qorni o'zini, birinchi qorniga shu 2 bola urg'ochini bergan. Onani o'zi hozirda 4 oylik bo'g'iz. Bolalarni 50-50 bo'g'izligi. Qo'yimiz etmadani ham hammasi yoshligiga zo'r qo'yimiz, o'rtadagi onasi. Mana shu bolalari ham, ikkalasi ham urg'ochi. Birinchi qo'ringan shu bolani ikkalasini ham Xudoning shunday o'ziga teng qilib katta qilgan. Sog'ligi zo'r. Ona uzay qildirilgan 4 oylik bo'g'iz. Narxi 9 million so'm. Kelishtirib beriladi. Aytilish narxidan o'tib beriladi har doimgidek. Qo'yimizni ham hozir 35 kilo go'shti ham bor onani o'zini. Ona qo'yimiz. Ikkinchi qorni. Birinchida to'xtagan onasi bo'ladi. Ko'pchilik adashib ketib qolmanglar. Uchalasi ham bir xil bo'lib qolganda buni. Mana. Narxi 9 million so'm kelishtirib beriladi. Simjon qizil qo'ylarimizdan. Yormali bo'ldi. Canavarlar. Razrezlari chista ochiq, chista qozoq bolalari ham onasi ham. Nasıl? 9 milyon so'm kelishtirib beriladi. To'xtadim. Akalar yana nomerlarga aloqaga chiqasizda kelishadigan joylari bor. Hozir ko'pchilik negativ yozadi. Mayli yozinglar, qancha kim nima yozsa ham mayli, biza qarshiligimiz yo'q. Bir narsaki aytilayotgan narxidan, misol uchun 10 million deyishlari mumkin, 13 million, 15 million deyishlari mumkin. Kelib yoki telefonda savdo qilib aytib eshitib olishlaringiz mumkin. Bozorni ham ko'ryapsizlar, hozirda bitta arabi qo'yini bo'g'ozini o'zini bozorga kami 2,5-3 million beryapti. Yirigrog'ini bor. Siz aytganingiz 2 millionga ham oldim deyishingiz mumkin qo'ylarni. Joniga tekkan, 4-5 ta tug'ib bo'lgan, joniga tekkan qo'ylarni olishingiz mumkin. Marhamat, mana shunaqa zo'r qo'ylarni sizlarga taklif etamiz. Yana fikr mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolaman. 9 million aytilish gap bahosi bu. Yana kelishadigan joyi bor. Mana keyingi ona bolalar chiqyapti. Bu ham shu. Bolalari 50 ga 50 bo'g'ozligi, ona bo'g'oz, qora quloq, chista qora quloq so'raganlar uchun marhamat. Navbatdagi ona bola qo'yimiz. Qo'yimiz hozirda 3-qorniga bo'g'oz. Qo'yimiz 4 oylik bo'g'oz, bolalari biri erkak, 2 urg'ochi. Urg'ochilari 50-50 bo'g'ozligi. Bo'g'ozligi. Onasi 4 oylik bo'g'oz. Ikkinchi qoringa ashista bolani bergan. Hozir endi 3-qorniga bo'g'oz qo'yimiz. Yirik qo'y. Qo'yimizni ham hozir tirik vazni 85 kilo, 90 kilo kelib qoladi. Bolalari biri erkak, 2 urg'ochi. Narxi 12,5 million so'm kelishtirib beriladi. Bir joyga biz 15-16 demaymiz, 12,5 million so'm. Shu 12,5 milliondan yana o'tib beriladi. Buxoro bo'ylab dastavkamiz ham bor. Boshqa viloyatga bo'ladigan bo'lsa kelishtiriladi. Kelishilgan holda mashina to'p beramiz, yordamlashib nima qilishligan mashinalar hammasi bor. Birinchi bolasi. Onasini ham ko'ryapsizlar, onasi ham anchagina yirik qo'ylarimizdan.
Bolalar ham 50 aytilib o'tayotganda. Ko'paysin variantidan yana nasib bo'lsa keling 3 ta tug'ib bersa, sherning o'zida 4 ta, 7 ta bo'ladi-da, akalar. 2,5 million so'm baholayapmiz. Yana kelishtirib beriladi. Sog'ligiga hammasiga qo'yimiz yirik qo'y. Bu ham 85 plyusgami dedi? Shunda. Odamga o'rganganda bular. Yuvoshgina qo'yiladi. Marhamat, bularni ham aytilayotgan savdo 12,5 million bekor, yana kelishadigan joyi bor. Kim mana shu ro'za Ramazon oyida mana shunaqa ekischi qo'ylarni olayotgan bo'lsa, nasib bo'lsa kelasi ro'zagacha bir qo'tan qo'yi bo'lsin. Qaraqaloq qo'ylarimiz zo'r, sifatiga Buxoroning amiri qo'ylari, ko'z shabamonlarning ichiga qilib, qaraqaloq ko'z shabamonlar bo'ladi nasib bo'lsa. Sog'ligi, yeb ichishiga hamma vaqt javob beriladi. Qo'yimiz 9 oylik bo'g'oz. 2,5 million so'm kelishtirib beriladi. Yana bor aka o'zingizda. Bitta qo'chqorimiz, zotlik qo'chqor bor hozir. Bitta zotlik qo'chqor. Barra qo'chqor hozir ko'rsatamiz buni ham. Video davomida ko'rishlaringiz mumkin. Akalar, nomerlarini qoldirib o'tib ketyapmiz. Aka, nomeringizni ayting, bari ekran yozing. 99lik. 352 45 05. 93lik 872 21 22. Shu ikkala nomerga WhatsApp, Telegram bor. Shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Yana qil. Akalar, bu 3 tani bittasi qo'chqor, barra sotladi, qoraquloq. So'raganlarga mana qo'chqor barra ko'ryapsizlar. 3 tani bittasi bu qo'chqorning o'zi hozirda. Ancha yirikladi. Eti badani ham zo'r. 3 tani bittasi. Tirik vazni 70 kilo. Narxi 4 million so'm kelishtirib beriladi. Zot uchun yo'nalishda, go'sht uchun yo'nalishda ikkalasiga ham bo'ladi. Chist qoraquloq. Tisholi biz bo'lgan endi 1 yoshar bo'ladi nasib bo'lsa. Tirik vazni 70 kilo, narxi 4 million so'm. Kelishtirib beriladi ham. Qo'shqorimiz sog'lom. Zotga olaman deganlarga kelishtirib beriladi. Bo'ladigan narxini ayting aka buni. O'tib beriladi aytganlar narxidan 4 million deyapmiz. Bir kelishtirib beriladi. Kelishtirib beriladi. Go'shtiga ham 40 kilodan yuqori hozir 100 mingdan urganga ham go'shtini ham 4 million so'm bo'ladi. 40 kilodan eti badani ham yaxshi. Shuni ko'rsating. Bo'ldi, qo'ying azab bering. Ko'rildi. Qolgan ma'lumotlarni yana qo'yamiz. Birinchi qorin ona bo'g'ib qo'yamiz, birinchi qorniga ana 2 bolani tug'gan. Bolalari biri erkak, biri urg'uvchi. Birinchi qorin qo'yamiz. Narxi 5 million so'm. Kelishtirib beriladi. Birinchi qorin oli tishni ham buzmagan. Bolalari biri erkak, biri urg'uvchi. Narxi 5 million so'm kelishtirib dostavkalar qilib beriladi. Sog'lom o'ynab o'tiribdi. Bir haftalik bo'ldi bolalari. Buni narxini bitta qaytib ayting-da. Narxi 5 million so'm kelishtirib beriladi. 5 million yana kelishadigan joyi bor. Birinchi tug'ishi. Bolalar ham bunaqa rangga akalar. Zo'r, o'ynab o'tiribdi. Mana shunisi qo'chqorcha bo'lishi kerak, ha? Shuni. O'ynab o'tirgani. Biri erkak, biri urg'uvchi. Kuzatinglar, yana hozir zo'rlardan chiqaramiz. Faqatgina zo'ri bizning kanalda akalar, boshida aytib o'tganim. Navbatdagi ona bo'lamiz. Ona bo'lamiz 3-qorin tug'ishi. Bolalar ikkalasi ham ko'paysin variantdan urg'uvchi. Onasi yirik qo'y. 3-qorini 80 plus qo'yimiz. Bolalari sog'lom. 1 oylik bo'lgan.
Narxi 5,5 million so'm. Kelishtirib beriladi. Aytilish narxining ichiga Buxoro bo'ylab dastavkamiz narxlardan o'tib beriladi. Qo'yimiz sog'lom. Narxi 5,5. Bo'llari ikkalasi ham urg'uvchi. Qo'yimizning o'zi 80-85 bo'yi. Sog'lom qo'yimiz. Aka qarangda, hozir menga ham, sizga ham baribir ko'pchilik telefon qilsa kerak. Bir narsa hozir kommentariyadagi yozganlar yo telefon qilganlar esimga tushib ketdi. Sizga bo'g'iz variantidan ham so'raganlar bo'lsa, men hozir 3 taliklarni chiqardik. Onasi bo'g'iz, bachalari 50 ga 50 deyilyapti-ku. Mana shularni alohida onasini, bo'g'izini o'zini ham sotib bilasizmi? Adilna sotiladi. Adilna sotiladi, ha? Kelishilgan holda bo'g'iz onasi ham alohida sotiladi. Shunday sotiladi. Akalar, mana shuni bilinglar. U ham Jizzaxdanmi, qayerdan telefon keldi, keyin sizning nomeringizni berdim. Ana shu aka aytayapti, bo'g'iz bo'lsa ya, bir 10 tagina olaman uka. O'zim sherak qilaman. Ona bolaga pulim yetmaydi, bo'g'iz bo'lsa arzonroq variantdan bo'lsa olaman dedi. Chiqaversinlar unaqaga bo'g'iz bo'lsa. Kelishtirib beriladi. Bu dargohdan hech kim norozi bo'lib ketmagan, hamma vaqt mollar kelishtirib manziliga Toshkent bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab mollar yetkazib, sog'ligiga hammasiga javob berib turibdi. Marhamat. Akalar, aloqaga chiqarasizlar. Keyingi hozir bundan keyin ham ona bola qo'ylarimiz chiqadi. Bo'g'iz varianti qo'yimiz ana. 1 oylik bo'g'iz qo'yimiz. Qulog'i oq qo'ylarimiz. Qozoqi bu ham. Nechinchisiga bo'g'iz bu? 3-qoringa bo'g'iz qo'yimiz. 3-qoringa nechtaligi? Endi ichidagini Xudo biladi. Uni hech kim nima qila olmaydi, yaratgandan boshqa hech kim ayta olmaydi uni. Bo'g'izdagi garantiyani narxi 3,5 million so'm. İçi chisi bo'g'iz. Bo'g'iz. Endi men aytmoqchi bo'lganim 2 talikmi, 3 talikmi, 1 talikmi? Endi tepadagi hammasi. Tepadagi. Kelish bitta tursa ham chiroylicha bersin. Shunday, bitta tursa ham 3,5 million yana kelishtirib beriladi. Narxi kelishtirib 3,5 million so'm aytilyapti, kelishtirib beriladi. Bo'g'iz qo'ylarimizdan so'raganlar uchun marhamat. Narxi 3,5 million so'm 3-qorni. Anchagina yirik qo'ylarimizdan bu. O'tsin shu yoqqa. Ikkita tovuq qolsa, olgan odamning baxti. Baxti. Akalar, mana keyingi uchlar barra qo'yimizni ko'rsatib o'tamiz. Onalar sotilmaydi, uchalasi buni bollari sotiladi. Urg'uvchi uchalasi ham. Ko'paysin variantidan bular ham qo'shqorga o'zi qo'yilmagan, qo'shqorga endi bara yirik qilib, keyin qo'shqorga qo'ysangiz bir yaxshiroq. Uchalasi ham bir qorindan. Birinchi qorin barada, shu ilki baralar bilan uchalasi ham. Sog'lom, zo'r baralar, yirik baralar. Qo'shqorga qo'ysangiz ham bo'ladi, dalishib boqsangiz ham bo'ladi. Bitta qo'yning bolasi. Chisti so'ri. Uchalasi ham narxi arzonroq kelishtirib aytiladi. Narxini 7,5 million so'm bir joyga olganga. Tanlab olganga 2,5 milliondan aytilyapti. Bunda olib qarasangiz. Bir xil baralar uchalasi ham, bir xil eti badani ham 25 kilodan suyagi bor. 3 ta oladiganga 7 qilib berib bilamizmi? Kelishiladi, ha? Kelishiladi. Aloqaga chiqaveringlar. Bir joyga olganga uchalasini dastavka qilib beriladi. Ko'paytirsangizlar 3 talik bular. Keling, bu onasi 3 ta tuqqan, bular kelib birinchi qorniga 2 ta tug'ib bersin. Yo bitta tug'ib bersa, keyinchalik yana ko'paysin variantidan. Akalar, men sizlarga zo'rini ko'rsataman. Qo'shqorga hozir tayyorlamiz. Qo'shqor qo'ysa bo'ladi bularga. Sog'lom baralar. Onasi o'zi yana tug'adi endi yaqinda nasib bo'lsa bularni. $7,5 million so'm kelishtirib beriladi. Oching o'tsin bir yugurgan, o'ynab kulib. Mana, hoppa, barachalar. Telefon nomerlarini eslatib o'tamiz. 99lik 352 4505, 93lik 872 2122. Ekranni pastda ham qoldirib o'tib ketamiz. Aloqaga chiqib savdolashlaringiz mumkin aka-ukalarim. Aytib o'tib ketganimdek, bo'g'izdan ham bor, mana qisiridan ham bor, boqilgan qo'chqorlardan ham bor. Yana hozir akalarimizga aloqaga chiqsangizlar, shirboz baralardan ham bu so'yib olishga, stalovoyga suraytiga olib bo'lsa, 35 kilodan to 70 kilogacha bo'lgan barralari bor. Aloqaga chiqaverasizlar.
Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Bittadan like, kommentni kutib qolaman. Obuna bo'lmaganlar obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.